يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نبدأ. كيف حالكم؟ أنا أظن كلكم يعني جميعا جيد، الحمد لله. إذا موضوعنا اليوم العمل، يعني إيش. الدرس الخامس. بشنجة درس كلمات الدرس. Darsdagi yangi so'zlar bilan tanishib olamiz. Ba'du, ba'zi. Zurtu, tashrif buyurdim, bordim. Ya'malu, ishlaydi. Tunazzifu, tozalaydi. Wahdahu, bitta o'zi. Ta'rifu, bilasan, bilyapsan. Tantaziru, kutyapsan yoki kutyapti. Yabda'u, boshlaydi. Yantahi, tugatadi. Wada'tu, qo'ydim. Ishtaroytu, sotib oldim. Ardun, yer. Yamshi, yuryapti yoki yuradi. Mufidun, foydali. Amalun, ish. Akhafu, qo'rqadi. Azimatun, buyuk yoki azima degani qadimgi ma'nosida ham keladi. Ta'birotu dars. Darsda keladigan yangi iboralar. Kayfa usa'iduka. Sizga qanday yordam bera olaman? Hal indaka. Sizda nimadir bormi? Kullu shay'in. Barcha narsa, ya'ni barchasi. Barakallohu fika yoki fiki. Sizga Allohning barakasi bo'lsin. Tahtaju ila. Nimagadir muhtoj. Shurtiyu mururin. Yo'l politsiyasi, politsiya xodimi. Unzur ila suvar va ajib. Suratlarga qara va javob ber. Maza tara fi suvar. Suratlarda nimani ko'ryapsan? Avvalan, يمكن أن نرى في الصورة الأول، يعني يمكن أن نرى في الصورة الأولى. أولا هو من هو؟ من هو؟ من يعرف؟ kim bu? Kim biladi kimligini? Tamam. Huwa najjarun. U duradgor. وفي الصورة الثانية ikkinchi suratda esa من هي؟ تمام، هي طبيبة. u doktor. وفي الصورة الثالثة uchinchi suratda من هو؟ هو مهندس. صحيح، u arxitektor. تمام. أي عمل تفضل. Siz qaysi kasbni afzal ko'rasiz yoki yoqtirasiz? Buni yuka vazifa o'zingiz yozib, yaxshilab tayyorlanib kelasiz. Va bu muhadasa uchun juda yaxshi mavzu. Qaysi kasbni yoqtirasiz yoki kim bo'lmoqchisiz kabi savollarga javob yozib, yodlab olasiz degan umiddaman. Iqro va raddid. O'qi va takrorla. Al-mushtari degani yangi so'z ekan. Al-mushtari degani xaridor. Masalan, o'zbeklardagi mushtari ismi bor-ku, u emas, uning ma'nosi boshqa. Al-mushtari bu yerda xaridor ma'nosida kelyapti. Al-bai' sotuvchi degani. Al-bai' sotuvchi. Al-mushtari xaridor. Xaridor aytyapti: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Al-bai' va alaykum assalom. Kayfa usa'iduka. Sotuvchi. Va alaykum assalom. Sizga qanday yordam bera olaman? Al-mushtari, ya'ni xaridor. Uridu ba'dal xubz. Ba'dal xubz degani ba'zi nonlar emas, ozroq non xohlayman deb tarjima qilamiz. Al-bai' sotuvchi. Va maza turidu aydan. Va yana nima xohlaysiz? Al-mushtari. Hal indaka sukkar? Sizda shakar bormi? Sukkar bema'ni shakar.
esingizda tursin. Shakar. Al-bay'. Na'am. Hal hadha kullu shay'in? Ha, sotuvchi aytyaptiki, ha. Ya'ni shakar bormi deganda ha, bor demoqchi. Bu hammasimi? Ya'ni sizga kerakli hamma narsa shumi demoqchi. Hal degani mi, ya'ni mi yuklamasi, haza bu, kullu barcha, shay narsa. Sizga kerakli bo'lgan barcha narsa shumi? Ya'ni shakar va nonmi demoqchi. Al-mushtari ya'ni xaridor, na'am, ha deyapti. Keyingi mashqqa o'tamiz. Unzur ilal jumal al-atiya. Quyidagi gaplarga qara. O'qib ko'raylikchi birgalikda. Al-jumla al-ula. Birinchi gap. Kayfa haluka? Sening ahvoling qanday? Buni o'tganmiz, bu iborani o'tganmiz. Kayfa haluka? Sening ahvoling qanday? Ya'ni qandaysan? Bixoyirin. Yaxshiman. Savol javob ekan. Bixoyirin. Yaxshiman. Hal anta talibun? Sen talabamisan? Na'am. Ha. Na'am degani ha degan. Maza tadrus? Nima o'rganyapsan? Al-lughatal arabiyyata. Arab tilini. Savol javob. Limaza tadrusu al-lughatal arabiyyata? Limaza degani nima uchun? Nima uchun arab tilini o'rganyapsan? Li'annani uhibbuha. Chunki men uni yaxshi ko'raman. Uhibbu degani yaxshi ko'rmoq. Chunki men uni yaxshi ko'raman. Li'annani chunki men uhibbuha arab tilini yaxshi ko'raman. Bu yerdagi ha aynan arab tilini bildiradi. Hal tahtaju ila musa'adatin? Senga biror yordam kerakmi? Ya'ni sen biror yordam tahtaj degani muhtojmisan? Biror yordamga muhtojmisan? Senga yordam kerakmi deyapti. La, yo'q. Shukron, rahmat. La, yo'q degan. Shukron, rahmat. Endi bularga oid mashq bajaramiz. Uktub adatul istifham al-munasiba fil farogh. Demak, bo'sh joyga munosib so'roq olmoshini yoz. Adatul istifham degani o'zbek tilidagi so'roq olmoshlarga to'g'ri keladi. Adatul istifham demak so'roq olmoshi. Ular qaysilar? Hozir birgalikda ko'ramiz. Demak, maza nima degani? Kayfa qanday degani? Hal mi so'roq yuklamasi, ya'ni undaymi, bundaymi deganda hal ishlatiladi. Limaza degani nima uchun, nimaga, nima sababdan degan ma'nolarni anglatadi. Endi bularni bo'sh joylarga qo'yib ko'ramiz birgalikda. Demak, tata'allamu al-lughata al-arabiyyata. Arab tilini o'rganyapsan. Nima deyishimiz mumkin? Maza nima arab tilini o'rganyapsan? Deb bo'lmaydi. Kayfa qanday bo'lmaydi. Hal bo'lmaydi. Aynan bu yerga limaza tushadi. Tepada o'qidik. Limaza tata'allam al-lughata al-arabiyyata? Nima uchun arab tilini o'rganyapsan? Li'annani uhibbuha. Chunki men uni yaxshi ko'raman. Endi quyidagi savollarga o'zingiz mosini qo'yasiz, so'roq olmoshlarini. Bu ham uyga vazifa. Keyingi mashqqa o'tamiz. Istami' va qiro. Eshit va o'qi. Salim. Maza ya'malu waliduk? Maza nima? Ya'malu qiladi. Waliduk. Otang. Sening otang nima ish qiladi? Umar. Walidi fallahun. Mening otam fallah degani dehqon. Mening otam dehqon. Salim. Maza yazra'? Nima ekadi? Yazra' degani ekmoq. Nima ekadi? Umar. Yazra'ul khudra. Sabzavot degani. Khudra degani sabzavot. Sabzavot ekadi. Salim. Jamil. Hal ya'malu wahda? Jamil degani zo'r. Zo'r degani. Jayyid ya'ni yaxshi, zo'r. Hal ya'malu wahdahu? Wahdahu uni o'ziga ishlaydimi? Umar. La, ana usa'iduhu. Yo'q. Men unga yordam beraman deyapti. Keyingisi. Istami' va raddid. Eshit va o'qi. Hal tastati'u al-hudur?
Tastati' degani qila olmoq. Sen qila olasanmi? Al-hudur degani kelish. Sen kela olasanmi deb tarjima qilamiz. Sen kela olasanmi? La astati'ul hudur. Yo'q, men kela olmayman. E'tibor qilamiz. Hal bilan savol berilganda yo'q yoki ha deyiladi. Ya'ni hal tastati'ul hudur? Sen kela olasanmi? La astati'ul hudur. Yo'q, men kela olmayman. Yoki ha desa na'am astati'u al-hudur deyiladi. Demak, halga ha yoki yo'q deb javob beriladi. Keyingisi limaza la tastati'u al-hudur? Limaza degani nima uchun deb savol berilganda li'anna chunki degan javob bilan javob beramiz. Li'anna limaza la tastati'u al-hudur? Nima uchun kela olmaysan? Li'annani maridun. Chunki men marid degani kasal. Chunki men bemorman, kasalman. Hal tastati'u as-safar? Sen safar qila olasanmi? Yana hal bilan savol beryapti. Nima bilan javob berardik? La yoki na'am, ha yoki yo'q bilan. La astati'u as-safar. Yo'q, men safar qila olmayman. Limaza la tastati'u as-safar? Yana limaza bilan savol beryapti. Li'annani mashg'ulun. Nima uchun sen safar qila olmaysan? Mashg'ul degani band. Nima uchun sen safar qila olmaysan? Chunki men bandman. Uktub kama fin namuzaj. Quyidagi namuzaj degani namuna. Quyidagi namunadagidek yoz. Hal taqra'u darsan jadidan? Sen yangi darsni o'qiyapsanmi? La aqra'u darsan jadidan. Yo'q, yangi darsni o'qimayapman. Ya'ni yangi darsni o'qimayapman. Na'am aqra'u darsan jadidan. Ha, yangi darsni o'qiyapman. Demak, hal yuklamasi bilan tuzilgan savolga ha yoki yo'q deyishimiz kerak. Xuddi shunday tarzda pastdagi quyidagi gaplarga javob berib chiqamiz. Ya'ni sen yangi darsni o'qiyapsanmi? Yo'q, ha. Bu yerda ham hal ta'rifu maktabatal jami'a? Maktaba degani kutubxona, al-jami'a universitet. Universitetning kutubxonasini bilasanmi? Ha, bilaman. Yo'q, bilmayman. Hal tantazirul al-hafila? Sen avtobusni kutyapsanmi? Ha, kutyapman. Yo'q, kutmayapman. Hal turidu nuqudan? Sen pul xohlaysanmi? Ya'ni pul beraymi degan ma'noda. Ha, yo'q. Hal tunazzifu asnanak? Asnan degani tish. Sen tishlaringni tozalayapsanmi? Ha, tozalayapman. Yo'q, tozalamayapman. Hal tanamu mubakkiran? Sen erta uxlaysanmi? Ha, erta uxlayman. Yo'q, erta uxlamayman. Xuddi shu tarzda o'zingiz savol-javob qilib yozib chiqasiz. Ha, yo'q deb. Endi grammatik qoidaga to'xtalamiz. Grammatik qoidalarga yaxshi e'tibor berib keting. Bu sizga juda ham kerakli bo'lgan grammatik qoida. Lahiz ma ya'ti. Nima kelganiga mulohaza qil. Bu yerda biz uchun so'roq almoshlari berilgan. Ya'ni so'roq almoshlarini arab tilida adavatu istifham deyiladi. Adavatu istifham. Istifham degani so'roq. Adavat degani narsalar, ya'ni so'roq narsalari emas, so'roq olmoshlari deb tarjima qilamiz. So'roq olmoshlari qaysilari ekan arab tilida? Kayfa, qanday, limaza, nimaga, maza, nima, hal, mi so'roq yuklamasi. Bularni yuqorida ko'rdik. Misollarni ham ko'rdik, qanday tuzilishini ham ko'rdik va hozir buni qoidasi bilan tanishyapmiz shunchaki. Bundan tashqari so'roq olmoshlari ham mavjud. Inshaalloh keyingi darslarda ko'ramiz. تأتي أدوات الاستفهام في بداية الجملة ونضع إشارة الاستفهام. mana istifham في نهاية الجملة. Demak, so'roq olmoshlari gaplarning boshlarida keladi. Ko'rib chiqdik boshda mana. Faqat boshda kelyapti. Hal yoki tepada. Limaza, hal, maza faqat boshda keladi. Gaplarning faqat boshda kelar ekan. Va istifham, ya'ni so'roq olmoshining ana shu so'roq belgisi, ya'ni ana bu so'roq belgisi gapning oxiriga qo'yiladi mana. Demak, so'roq olmoshlarining gapning boshiga, so'roq belgisi gapning oxiriga qo'yilar ekan. Javobu hal na'am aw la. Halning javobi, ya'ni hal so'roq yuklamasining javobi ha yoki yo'q bo'lar ekan.
Tushunarli bo'lsa, keyingi mashqqa o'tamiz. Istami' va qro. Eshit va o'qi. Marhaban. Salom. Ana Faridun. Men Faridman. A'malu shurtiyya mururin. Men yo'l politsiya xodimi bo'lib ishlayman. Uhibbu amali kathiran. Men ishimni juda yaxshi ko'raman. Yabda'u amali fi sabah va yantahi ba'da az-zuhr. Yabda'u boshlanadi amali ishim fi sabah ertalab. Mening ishim ertalab boshlanadi va obeddan keyin tugaydi. Az-zuhr degani shu tushlik payti, ya'ni o'sha obedga to'g'ri keladi. Obeddan keyin tugaydi deyapti. Bugungi harfimiz harfu sa ekan. Mana shunga moslab saning boshida, ya'ni gapning boshida kelishi, so'zning boshida kelishi, so'zning o'rtasi, so'zning oxirida va yakka holatda kirishlariga misollar berilgan. Buni yozib mashq qilasiz. Uktub as-sa fil farogh. Bo'sh joylarga sa harfini yozib chiqasiz. Masalan, su'ban, ilon degani, musallas, uchburchak, timsal, haykal, salasa, 3. Mihros, lissa, savr, hadis kabi. Istami' va raddid. Bularni doimiydek o'zingiz qaytarasiz. Uyga vazifa. Istami' va raddid. Eshit va o'qi. Eshitib o'qiymiz. Ya'ni sizlar men o'qiganda eshitasiz va o'zingiz orqamdan qaytarib o'qiysiz. Va birga tarjima ham qilib ketamiz. Akaltu salasa tuffahatin. Akaltu yedim salasa 3 ta tuffahat olmalarni. 3 ta olmalarni yedim. Ishtaroytu samaniyata aqlamin. 8 aqlam qalamlar. Ishtaroytu sotib oldim. 8 ta qalamlarni sotib oldim. Hazihi samaratun tayyibatun. Bu yaxshi foyda, ya'ni meva. Samara aynan meva degan ma'noni beradi. Bu yaxshi mevadir. Ra'aytu sa'laban. Men tulkini ko'rdim. Sa'lab bi ma'na tulki. Wada'tu saljan fil ma. Wada'tu soldim. Saljan muzni fil ma. Suvga muzni soldim. Ishtaroytu sallajatan jadidatan. Sallaja degani xolodilnik. Yangi xolodilnikni sotib oldim. Al-fallahu yahrusul al-ard. Yahrusu degan yerga ishlov beradi yoki yer haydaydi degani. Fallah dehqon yerni haydayapti. Yamshi sa'irun ma'a waliduhu. Sa'ir degan bola otasi bilan yurib ketyapti. As-sawmu mufidun. Sarımsoq piyoz foydalidir. Yantahi amali as-sa'ata as-salisata. Mening ishim soat 3 da tugaydi. Akhafu minas su'ban. Su'ban ilon. Ilondan qo'rqaman. Al-atharu azimatun. Al-athar degani qadimiy yodgorliklar, qadimgidir, ulug'dir degani. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Yaxshilab yangi so'zlarga e'tibor qilib yodlang. Tilni o'zlashtirish doim aytganim kabi so'zlarni yodlash bilan birga bo'ladi. Yangichoqlik qilmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Ma'assalama.